farosat ichida bittagina so'zni orqasida, farosat degan so'zni orqasida qancha ma'no yotibdi-da. Ovqat yeydiganda kalpillatib shunday anaqa tishimga qo'yaman deb og'zini olib urvorsam deyman-da, kim bilan o'tirsaman boyagi chalpillatib yegan payt shunaqa olib turib bir ursa, bizada ayam dasturxonga ovqat suzib kelsa, dadam kelishini kutib o'tirardik. Hut ovqati yaxlab ketsin, dadam boshlab bermasa, biza qo'l cho'zmasdik dasturxonga. Kiyimlarni ilishdayam bir farosat bor ekan. Oddiy kir yuvib, kir ilishdayam farosat bor ekan. Kirni olib kelib taxmonga tuklab taxlashdayam bir farosat bor ekan. Bolangizni kiyintirib, yechintirishda bir farosat bor ekan. Odam bilan odam gaplashib o'tiribdi, sizni gapingiz tugagan yo'q, ikkinchi odam gapini tiqayapti, u ham bitta farosat. Aytaymi, bu hamma narsada, butun nimada, hammasida farosat ishlatilgan ekan-da. Aytaman, farosati yetgan odam, men hozir gapirib yotibman, nima haqida gapiryapti u deyman. Sal gapim tugasin, odamni hurmatiga ham bog'liq, o'zini farosatiga ham bog'liqda. Yomon narsa ekan. Kirib keladi bir xil kelinni farqi yo'q. Mayda qaynonasi o'tiribdi, bemalol kiydirib ichini. Aytaman, u ham bitta farosat deyman-da. Ona o'rgatmagan o'sha narsani.